Do'stlar, assalomu alaykum. Bugun sizlar bilan birgalikda Piksaytlarda ishlaymiz. Undan ham yaxshi do'stlar, bugun sizlar bilan suhbatlashamiz. Nima yangiliklar, nima gap so'zlar birgalikda ko'rib o'tamiz. Sababi mana yarim yil bo'ldi, sizlar bilan gaplasha olmayapman. Yarim yildan oshdi, sizlar bilan gaplasha olmayapman. Bugun sizlar bilan birgalikda gaplashib, suhbatlashib birgalikda obzor olamiz do'stlar. Do'stlar, bo'lmasa bitta like bosib qo'ysanglar, men obzorni boshlayman. Birinchi o'rinda do'stlar, sizlarning e'tiboringlarni ekraningizda ko'rib turgan har bitta yacheykaga, har bitta programmaga qarashinglarni so'ragan bo'lardim. Bularning har bittasi do'stlar menga kriptoda pul ishlashlik uchun instrument sifatida ishlataman. Har bittasini o'zini o'rni bor do'stlar. Xohlaysanglar har bittasi haqida отдельный videorolik olib beraman. Nima uchun ishlataman va menga nima foyda olib kelib beradi, nimani belgilab beradi mana shu instrumentlar hammasi. Do'stlar, qaranglar, mana shu instrumentlar orasida bugun sizlar bilan eng pastdagi mana Trumpikda ishlaymiz. Eski qadrdon bo'lgan pul topish uchun ishlatiladigan instrumentlardan bittasi, ya'ni Trumpik sayti. Bu saytga o'tib olamiz. Saytga o'tishdan oldin yana bir marta eslatib o'taman. Xohlaysanglar har bittasi haqida obzor chiqadi. Ishoninglar do'stlar, menga hech kim o'rgatmagan, lekin men sizlarga o'rgatishga tayyorman. Misol uchun, men ozgina, boshqa inson ozgina o'rganib, mendan ham boshqalardan ham zo'r bo'lib ketsanglar, men faqat shu narsani qo'llab-quvvatlayman. Bo'lmasa do'stlar, Trumpikga o'tib olamiz va obzorni boshlaymiz. Bu akkauntim do'stlar Platinum bo'lishiga qaramasdan blokka tushgan. Blokka tushishini sababini sizlarga tushuntirib beraman, чтобы sizlarning akkauntingizda blokka tushib qolmasligi uchun. Qaranglar do'stlar, menda ikkita nima bor, yechim bor blokka tushgan sababi. Birinchisi do'stlar, bu akkaunt avtokapchaga ulanganda texnik безопасностьga qaralmagan, ya'ni IPlar o'z vaqtida almashtirib turilmagan sababi bilan bu avtokapchalik bilib qolingan. Shuning uchun bu ban oldi deb o'ylayman. Ikkinchisi do'stlar, bu akkaunt ko'tarib ketadi. Kunlik hisobda menga beriladigan summani misol uchun aytolmayman, lekin juda katta summa kelardi mana shu akkaunt o'zidan. Bu akkaunt blokka tushgan bo'lsa ham, qolgan akkauntlarim ishlab turibdi. Shunisiga ham shukr do'stlar. Endi qaranglar, bu akkaunt Platinum va shu sizlarga bir mikro elementlarni aytib o'taman, ishlayotgan bolalarga foydasi tegsin. Sizlarga maslahatim do'stlar, haftada bir marta depozit qilib turinglar va 2-3 ta toshni bag'ridan kechib, misol uchun 37 taktikasi bilan, misol uchun 3 ta toshni bag'ridan kechib, 37 taktikasi bilan hatto 100 ta tosh oborot qilib turinglar. O'shanda do'stlar akkauntingiz blokka tushmasligi ehtimoli bor. Ya'ni sizlar aktiv bo'lasizlar, to'g'ri, limit olmasligining ehtimoli bor. Men akkauntim limit ham olgan va banga ham tushgan. Misol uchun limit qanaqa bo'ladi desanglar, ban bor, limit bor. Banga tushsa akkauntingizga referral tomonidan, konkurs tomonidan yutsanglar, pul ola olmaysizlar. Ya'ni Tron berilmaydi, boshqa Litecoinmi, Dogecoinmi nima bo'lsa ham sizlarga berilmaydi. Limit qanaqa ishlaydi desanglar, limit agar aktivlikni yo'qotadigan bo'lsangiz, sizlarga limit qo'yib beradi. Xuddi mana shunaqa bo'ladi. Bu joyda men yozib qo'yganki, bu akkaunt limitga ham tushgan va shart qanaqa? Sen aktiv bo'lmay qo'yding, o'yin o'ynamay qo'yding, ya'ni oborot qilmay qo'yding. Shuni hisobiga agar 5000 ta tosh oborot qilsang, ya'ni bitta server oborotini qilib bersang, senga 200 ta kapcha beramiz deb yozib qo'yibdi. 200 ta kapcha qancha bo'ladi? Shuni sizlar bilan birgalikda hisoblaymiz. Undan oldin oborot hisoblashimiz kerak bo'ladi. Misol uchun 5000 ta toshni mana 37 taktikam o'ynasanglar, sizlarga bu, ya'ni menga 35 ta toshga tushadi. Men o'zimning holatimni hisoblayman, chunki meni akkauntim banga tushgan. 35 ta tosh, ya'ni 135 ta tosh ujra rasxotim bor. Xo'sh, endi men 135 ta tosh rasxot qildim va akkauntim endi menga 200 ta kapcha berdi. Menga qancha foyda qolib beradi? Shuni endi hisoblaymiz. Aytdim-ku do'stlar, men glavniy ekraninglardagi hamma menyu kerak, hammasi har soatda, har kuni men misol uchun 100 martalab kirib chiqsam kerak. Hammasi do'stlar, xohlasalar obzor olib beraman, чтобы sizlarga ham foydasi tegadi. Qaranglar. Endi bizda 200 ta kapcha bor. Buni ayab tashlaymiz ujra rasxotda. 135 ta rasxotda ayab tashlasak, menda toza 65 ta tosh foydaga qolib beradi. Endi men haftasiga misol uchun, sizning holatingizda haftasiga misol uchun 200 ta kapcha berilayotgan bo'lsa, ya'ni har hafta mana shu bitta siklni aylantirib tursangiz ham, misol uchun 65 ta tosh foyda qolib berar ekanda toza, ya'ni 37 da o'ynaysiz ham. Yana qaytadan saytga o'tib olamiz. Men ko'rayotgan bo'lsanglar, 20% yurib qo'yganman, ya'ni 20% bu 1000 ta tosh bo'ladi. Yana qolgan 4000 ta toshni yursam, oborot qilingan hisoblanadi va 200 ta kapcha olaman. Ya'ni men bez risk o'ynasam ham 65 ta tosh foydam bor do'stlar. 65 ta qancha bo'ladi? Buni bir Google'da ko'rib olamiz narxini. Tronning narxini ko'ramiz. Hozirgi kunda 3000 so'm, vaqtida 5000 so'mga ham chiqdi. Endi bizda 65 ta tosh haftalikda bor. Ya'ni biz avtokapcha ishlatmaymiz, qo'lda ruchniy olamiz va haftasiga 200 ta kapcha olamiz примерно.
Va biza haftasiga 200 ming so'm примерно qolib berayotgan bo'ladi. Oylik hisobda bir 8 so'm pulimiz bo'ladi mana shu akkaunt o'zidan. Agar sizlarniki ham endi blok o'chib qolsa-da, mani holatimda ham shu, misol uchun 8 so'm, lekin menda undan ham tez bo'ladi. Va o'sha примерно 8 so'mlar oyga tashib beradi mana shu blokka tushgan o'zida. Agar blokka tushmaganida juda katta summalar tayyorlab qo'ydim. Bu Nurlan Encrypt akkauntim. Ya'ni bu 2024-yil Telegramda airdroplar hit bo'lgan paytda mana shu akkaunt ishlatganman, mana Pixsaytlar bo'yicha. Bu joyda levelim gold, har soatda 0.25 tron beradi. 0.25 tron примерно 7-8 so'm bo'lsa kerak. 0.25 ko'paytiramiz 3000 so'mdan. Bu bo'lar 750 so'm bo'lar ekan. Ishonasizlarmi yo'qmi? Men mana shu Pixsaytga kirganimda narxi, bitta tronni narxi 700 so'mga turmasdi. 700 so'm emasdi-da. Endi vaqtda narxi ko'tarishini ko'rasizlar. Vaqt tez o'tadi. Narxlar ko'tarilyapti-da, misol uchun. Endi esa 4dan 1 narxi shunaqa bo'lib turibdi bitta tronni. Vaqtida 700 so'm edi tronni o'zi. Shunaqa gaplar do'stlar. Bu joyda levelim gold do'stlar. Bu joyda ham ko'pchilik mana shu akkauntimni taniydi. Pastda referral slikalari bor deganda mana shu akkauntni qo'yganman. Общий hisobda примерно mana 690 ta referal bor ekan. 690 ta. Buni hech kim o'zi ko'rsatib bermaydi referal tomonlarini. Hammasi yaxshi, o'zim ishlayman deb qo'yaveradi. Bu joyda ham do'stlar ishoninglar, men o'zim ishlayman. Men ham shu gap aytaman, lekin men po fakti keltirib beraman. Nimaga? Ko'rayotgan bo'lsangiz 690 ta referal bo'lgani bilan ham misol uchun qancha tosh kelgan? Bu joyga kelgan 9800 ta tosh kelgan. 9800 ta toshingiz kurs bo'yicha, boshqa kirib ketdim. Kurs bo'yicha qancha bo'ladi? Kurs bo'yicha 900 qo'l bilan yozamiz. Bu toshimiz bo'lar ekan, примерно 29 millionda bo'lar ekan. Ya'ni mana shu akkauntda referral tomonidan kelgan o'zi shuncha bo'lar ekan. Sen yomonsan, referaldan ishlaysan-da desanglar, men ossizlarga ko'rsatib beraman. Bu joyga qaytadan referral tomonga o'tib, do'stlar yana bitta narsani bu isboti, agar harakat qilsanglar hammasi bo'ladi. Men ham shunday tanishsiz kirganman. Va shunaqa saytlar bo'lardi, Aviso degan saytlar. O'sha saytda kuniga 3 rubl, 4 rubldan ishlaganman. Boshida kirganda-da. O'shandan keyin Pixsaytlarga o'tdim, boshqa har xilmalarni qilib ko'rdim. Va eng ishonchli saytlardan biri bu Pixsaytlar bo'lgani uchun shu saytda qolganman. Atak scam saytlarida ham ishlab ko'rganman. Boshqa ko'pchilik nomini aytolmayman, blogerlarning gapiga kirib, shu saytni misol uchun $500 yoki $100 tashlaysam, puling qaytib keladi deb shunaqa saytlar bor edi. Shunaqa saytlarga pul ham tashlaganman. Boshida bo'lgan narsalar, keyinchalik o'zim yo'lni topib ketganman. Endi qaranglar do'stlar, bu joyda mana referral hozirgi akkauntim, ya'ni bekitib qo'ydi deb o'ylamaydi. O'zimning hozirgi akkauntim Nurlan Crypto akkaunti. Va mana pastga tushadigan bo'lsak, masliga nomlarni ko'rsatib beraman. Misol uchun Diorbek. Diorbekni tanimayman. Erkakchiga ham tanimayman. Agar menga svязь chiqsa, akkauntini avtokapchaga tekinga qo'yib beraman. Pastdagisi Bositboy 99. Bu akkauntni sotib olganman. Men ko'tarmaganman, lekin bu akkauntni men sotib olganman. Undan keyingisi Bekalash. Bekalash совместный o'zim proyektim. Nurlan Crypto 16. Bu o'zim akkauntim. Altinbek Tron. Bu akkauntni men sotib olganman. Nurlan Crypto 2. Bu ham o'zimning akkauntim, ya'ni Nurlan 1, Nurlan 2, Nurlan 3 mashina ko'tarilib ketgan akkauntlar seriyasidan. Undan keyingi proyektim bu Bekalash proyekti bo'lgan. Bekalash 1, Bekalash 2, Bekalash 3, Bekalash 4, Bekalash 5 gacha borganman. Naryoqga nima qilmadim, chunki men ko'ngilga o'tib ketdim. Bu Pixsaytlardan. Endi qaranglar, Nurlan 16 ga keldik. Undan keyin Altinbek Tronni ham sotib olganman, men ko'tarmaganman. Nurlan 2 Guardiola совместный proyekt, o'rtada bo'lgan proyektlardan. Undan keyingisi Bekalash hozir aytdim, Bekalash 5 aytdim, Bekalash 2, Bekalash 1, Espik 1 tanimayman, Platinum 2. Mana shu Platinum 2, Espik 1lar agar men avtokarlar svязь chiqsa, akkauntini sotib olaman. Trumpik sotib oldim, men pastdagi Trumpik akkauntini sotib oldim. Webmaplarni tanimayman, Kinjalni tanimayman. Xullas do'stlar, mana shunaqa ko'rayotgan bo'lsanglar, bu akkauntlarni ko'p o'zimniki yoki bo'lmasa o'zim sotib olgan akkauntlardan. Referaldan yoki kimnidir orqasidan kelib qolmagan. Hammasiga shu o'zim ko'tarib, akkauntni ko'tarib, esingizda bo'lsa, Telegramga ham men jadval tashladim o'sha Excelda. Bitta akkauntdan pulini yeb ichib qo'ymasdan o'shanga ikkinchi akkaunt ko'tarsanglar, endi haliga ko'proq pul ishlaysizlar. Endi haliga qaraganda 2 marta tezroq ishlaysizlar. Endi pul yig'ishlar yana ham tez bo'ladi. Endi yana bitta akkaunt ochasizlar, uni puliga 3 ta bo'ladi. 3 ta bittaga qaraganda tez ishlaydi. Va nima bo'ladi? 3 ta akkaunt bilan sizlar 4-chi akkauntda, 5-chi akkaunt mana shunday ko'tarib ketaversizlar-da.
va shu tarzda ko'tarib ketaversanglar, bundan ham ko'p akkauntda qilib tashlasangiz bo'ladi. Men o'zim bilgan odamlar orasida eng ko'pida adashmasam 200 taga yaqin akkaunt bor edi. Endi men aniq qilavermayman, lekin svязim bilganimcha shu 200 tacha akkaunti borligini bilardim. Va eng katta levellardan anaqasi, leveli bu Diamondda leveli bor bolani bilaman, ikkita. Bittasi davnim-davno уже Diamondga chiqib ketdi, bittasi Platinumda 80% yurib qo'ygan, Diamondga oxirgi 20% qoldi. Shu bilan u ham chiqib qoldi menimcha. Keyin shu bilan nimasi yo'q bo'lib ketdi, lichkasi yo'q bo'lib ketdi u odam bilan. Shunaqa gaplar do'stlar. Haligidek Diamond blok bo'yicha men o'zim gapirib beraman. Blokka tushirib qo'yadim Diamondga o'tsanglar degan savol ko'p bo'ladi. Yo'q. Diamond ishlatyapti, hech qanaqa blok olgan yo'q. Avtokap ham ishlatmaydi. Men o'ylayapmanki, o'sha blok bo'lgan sababi akkaunt haligi Platinumniki. O'ylayapmanki, nima bo'yicha? O'sha avtokapchani IP-lari to'g'ri vaqtda almashtirib turilmadi. Shuning uchun blokka tushdi deb o'ylayman. Agar shunaqa bo'lgan bo'lsa, bu o'zimiz aybimiz bilan bo'ldi. Endi men ham deymiz bu masala bo'yicha osmondan haligi gap bor, osmondan nima yog'sa, yer shuni ko'tarar ekan. Shunaqa do'stlar, boriga shukr qilib endi shunga ko'nishga majburman. Blokka tushgan bo'lsa ham, shuni o'zi ham haftasiga 2 so'm berib turar ekan. Yomon emas. Yomon emas do'stlar. Sizlarning qanaqa savolinglar bor? Piksaytlar bo'yicha, boshqa narsalar bo'yicha shu do'stlar agar bilsam aytib o'taman. Do'stlar, to'g'risi mana agar qanaqadir savolinglar bo'ladigan bo'lsa, piksaytlar bo'yicha yoki avtokapcha bo'yicha ham boshqalar bo'ladigan bo'lsa, agar menga referal bo'lgan haligi bolalarni aytdim, menga svязga chiqsa akkauntlarni sotib olaman. Bitta gap qilib aytganim, mana shu piksaytlarni ishlaganimga, mana shu piksaytlarni tanlaganimga to'g'risi xursandman. Sababi bundan boshqa yo'llar bor edi, har xil skam saytlarni tiqib, auditoriyadan pulini ishlab, o'yindan chiqib ketish yo'li bor edi. Lekin o'sha yo'ldan ketmasdan, tirik odamlar bilan, ya'ni живой sizlar bilan birgalikda ishlab, o'zimni litsoyim bilan birga ishlab kelayotganim to'g'risi xursandman. Bilsanglar, men Telegramda ham, YouTube'da ham o'zim rasmim turadi. Men haqiqiy insonlar bilan birgalikda ishlayotganim to'g'risi xursandman. Do'stlar, endi bundan buyog'iga piksaytlardan boshqa men ko'ylab bilan ishlashga harakatdaman. Hozircha o'rganyapman, qanaqa ishlashlik kerak, qayerdan olish kerak, qanaqa sotish kerak. Agar bilimim yetsa, sizlarga videorolik qilishni boshlayman. Faqat sizlar reaksiya berishinglar kerak. Sizlarga qiziqmi? Mana shu men ko'ylabda ishlash. Chunki agar do'stlar biz trend bilan birga ishlamasak, biz qolib ketamiz. Misol uchun, Telegramda 2024-yil trend bo'ldi airdroplarda ishlash. Hozir 2025-yil hech kimga qiziq emas. Pul ham yo'q u joyda. Nima deb bo'lsa, to'g'ri gapiryapmanmi? Xuddi shunga o'xshab, postoyan biz trendda bo'lishimiz kerak. Xuddi o'sha o'zini vaqtida notcoinga o'xshab, hamma trendda birinchi o'sha kerak pulini ishlab olib, biz undan keyingi nimalarga birinchi kirishimiz kerak. Men shunaqa fikrdaman. Sizlar bu masalada fikringiz qanaqa? Pastda kommentariy yozib qoldiringlar. Qo'ldan kelgancha hammasiga o'zim javob berishga harakat qilaman va menga reaksiya qoldiringlar. Mana shu men ko'ylabda ishlashlarga qiziqmi? Yoki skam, mana shu Telegramni skamlardan keyin charchadinglarmi? To'g'risi men nima deyishga ham hayronman. Hammasini auditoriya hal qiladi. Sizlar pastga yozib qoldiringlar. Men qo'limdan kelgancha harakatdaman. Shu joyda sizlar bilan xayrlashamiz do'stlar. Kuningiz yaxshi o'tsin. O'zingizlarni asranglar. Ish topiladi, o'zingizlarni asranglar.